obunachilar, sizlar bilan men Shahro azizlar, tushunmisizlar, yaxshimisizlar? Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugungi video Imperiyaning ikkinchi qismi bo'ladi, azizlar. Xo'p, ikkinchi qismida biz mana bu yerlarga shu yerlarga nima deydi, narsalar quramiz. Bu birinchi qismda chiqarganimdek bu maktab qurgandim. Ko'rib olishingiz mumkin. İstesangiz profilimga o'tib, bu video birinchi qismini ko'rib, keyin buni ko'rishingizni ham tavsiya berardim. Chunki tushunib olishingiz uchun videoni. Bu maktab. Ikkinchi etajini ham quramiz degandik va aynan bugungi qismda bolalar maktabni ikkinchi etajini va mana ularga jitillarga foyda keltiradigan narsalar quramiz. Bu shu videoning birinchi qismida ko'rganlaringda bu meni uyim. Bu bizning dushmanlarimiz bolalar. Mana ritsarlar, qaranglar buni armiyasining kuchliligini. Ularda ritsarlar bor. Bizning hozir kuchimiz yetmaydi bolalar. Bu imperiya urush ketyapti, hali ham bo'lyapti ekan. Adashmasam bu imperiya bosib oldi. Lekin juda chiroyli imperiya ekan. Xo'p, o'zimizning imperiyaga qaytamiz bolalar. Birinchi maktabda ikkinchi etajini qurib, огородmi biron narsa hamma shu yerga qurishimiz kerak. Kelinglar bolalar, birinchi огород quramiz, nima deysizlar? Shu yerdan katta qilib огород quramiz. Davay. Cheliy olishimiz kerak, chunki suv quyish uchun va mana bunday ketmonlar. Uzr. Xo'sh. 3 ta blok ulanib ketdi. Bitta qo'ymasak bo'lmas ekan. Shundoq qilib qo'yib chiqaveramiz. Bolalar, sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar bolalar. 3 ta qilamiz oraliq masofani. Juda katta g'urt bo'ladi va ko'p hosil beradi jitillarga. Bolalar, videoga like bosib qo'yinglar, chunki keyingi qismlarda biz imperiyalarga hujum qilishni boshlaymiz. Chunki bizda ham nima deydi, rivojlanib oldik ancha. Buni buzib tashlaymizda, огород chetlariga qo'yamiz keyinroq, chunki yorug' tushib turishi uchun kechqurun. Hozir adashmasam yaxshi chiqyapti. Sizlarga yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib qo'yinglar. Yana kommentariyada nima yana qurishimizni ham yozib qoldirsanglar, menga ideya qo'shgan bo'lardinglar. Men hozir topa olmayapman nima qurishni. Qandaydir bir armiyami, o'shanday bir narsalar qurishimiz kerak. Xo'sh, yaxshi. Qurib qolmasmikan? Tagida suv bor, qani tekshirib ko'ramiz. Qurib qolar ekan. Xo'p, suv quyamiz demak. Okey. Jitillar bu yerlarga keyin hosil ekishadi.
voy mana uyim qilib yaxshi tak. Yo'q, bu yerga emas, bu yerga. Уже jitirlar kelyapti, ko'rgan bo'lsanglar. Огород lekin yaxshi chiqyapti. Katta bo'lib. Yaxshi огород ham qurib oldik. Endi bu yerga fermer jitirlar kelsa, o'zlari ekib qo'yishar. Hozir bu yerga mana bunaqa qo'yib yuboraylik. Ketdi. Xo'p, ikkita qo'yamiz. Nega deysizlar, bu bir kishilik огород emas. Xo'p, aholimiz ham kamligini hisobga olganimizda, yana nima qurgan bo'lardik? Aholi qancha ko'p kasb egallasa, shuncha ko'payishi ham oshadi bolalar. Mana bizani harbiylar ko'rgan bo'lsanglar. Xo'sh, mana bu u ham harbiy, просто nima deydi, u boshqaruv harbiy. Bu kamonchilar. Mana azizlar, himoya qilishadi. Уже hamma harbiy bo'lib ketibdi, nezashtu. Maktabda ikkinchi qismini unda boshlaymiz. Qochib tur jitil 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4. Bolalar yana nima qurishimni yozib qoldirsanglar yaxshi bo'lardi. Mana o'zim ideya kelmayapti uncha. Sizlar ya'ni fikr qo'shsanglar yaxshi bo'lardi. Agar bu mod sizlarga kerak bo'lsa, kanalimga, ya'ni Telegram kanalimga qo'yib qo'yganman. Bemalol ishlataversalar bo'ladi, yuklab. Hop, shunday qilamiz. Bolalar, ikkinchi etajni nima qilamiz? O'shani ham kommentga yozib qoldirsanglar zo'r bo'lardi. Keyingi qismda o'shanga qarab qo'rardik. O'quvchilar uchun ikkinchi etaj nima bo'lishi kerak? O'shani yozinglar bo'ldi. Qoch jitil. Mana bunday qilib yopib qo'ymasak, jitillar tushib ketishi mumkin. Bu tomonda o'pish yopar ekanmiz. Pastiga qarab bir xil qilishimiz kerak. Bu tomonda ham oyna yo'q ekan. Значит, tak oyna qo'yaversak bo'ladimi degan savol bor-da. Mana bu tomonga oyna qo'ysak bo'larmikan? Bo'lmas ekanda. Yo'q, lekin amallaversak bo'ladi. Bir tomonda unda oyna bo'laversin-chi. Bu tomon ham desa chegaraga yaqin o'quvchilar zarar yetishi mumkin. Bolalar qaranglar, har xilcha vahshiy moblar bor. Shu chegaradan zombilar o'tishga ham qo'rqib qolgan bolalar. Xo'p, shu yerdan ekan. Yo'q, bu yerda eshik bo'lmaydi aytgancha. Shunda kattaroq oyna qilaveramiz. Buzordim. Xo'p, ikkinchi etajni nima qilsak bo'ladi? Uni kommentariyaga yozinglar. Обязательно eslaringizdan chiqmasin. Hozir yozib qo'yinglar, nima qilamiz ikkinchi etajda. Yaxshi ketyapmizmi? Keyingi videolarda bolalar обязательно
bir urushcha qilib ko'ramiz, bostirib kiramiz boyagi dushmanlarimiz oldiga harbiylar bilan harbiy yurish qilamiz tarixchasiga. To'g'ri, armiyam kuchsiz bo'lishi mumkin, lekin men aqlli qaror chiqarib o'zim xohlab urush qilyapman. Nega urush qilyapman bular? Chunki zona kerak yana ikkita narsalarga. Hamda sizlarga qiziqroq bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yaxshi ketyapti. Chiroyli chiqdi. Yaxshi. Yoki men bunday qilsam bo'lmaymi? Buni olib mana bunday qilamiz. Adashmasam shu yaxshi bo'ladi deb o'ylayapman. Voy, men bu uyga kirib ketdi bolalar. Endi men yomon ko'raman. Ha, bu chiroyli chiqdi deb o'yladim. Bolalar qaranglar. Ha, bu chiroyli chiqdi. Endi meni yo'qotish kerak. Endi men shu yerda spam bo'laveram. Ha, o'ldirdi. Harbiylar bolalar ko'ryapsizmi? Endermenni ham kirgizdi. Hozir bolalar tak ideya chiqib qoldi. Hozir kech bo'lganda baribir dushmanlarimiz uxlayotgan bo'ladi. Sezdirmay bir harbiy tashib kelsammi deb o'sha yerga. O'zingizga jang qiladi. Давайте bir qo'shin olib boray bir. Beqoq qilib qo'yaylik, spam bo'lmasligi uchun. Bo'ldi. Bola kommentga yozinglar ikkinchi etaj nima qilishimni. Xo'p, buyumlarni qo'yib olamiz endi. Asosan bolalar hozir biz qo'limizga ip olishimiz kerak. Ipda olamizmi to'xta askarlarni? Bor bir ko'ray shuni. Ololmas ekanmiz demak, davosi kema. Kema qo'yish kerak. Oho. Qurol bersak bo'lar ekan. Berib ko'ramizmi? Xo'p, berib ko'ramiz qani. Voy, yomon o'tarkan. Kimdadir sinab ko'rim kelyapti bolalar. Ketdim men bunda. Ay, savdoqorni. Savdoqor urdim. Voy, dahshat bo'ldi. Ham desa askarlar uzoqdan, ya'ni masofadan otishardi. Qaytib bersa bo'lardi. Otoribman. Yo, otilib ketyapti, berib bo'lmayapti-ku. Mayli, undan qani bir bosib ko'raychi, ololmas ekanmiz. Xo'p, demak, kema kerak bizga обязательно. Kemaga mindirib, olib borib tashab hujum qilamiz. Davay. O'tir ol. Qochib ketyapti. Qayerqadir qochib ketyapti. Yaxshi o'tirdi. Yana ikkitagina askar yetsa kerak, bolalar. Chunki bir test qilib olaylikda ularda biz. Qanday jang qilishi menga qiziq. Xo'p, hozirda test natijalarida ikkita natijasini ko'ramiz. Ikkita olib boryapman. Uzilib ketmasin. Shu tomondamidi? Ha, men shu tomonda edi bolalar, hozir meni o'yga tashlaymiz. Xo'p, ablahlar nima qilayotgan bo'lsa? Mana. O'tayapti bolalar. Qoch. Ritsarlar уже keldi. Voy, o'ldirib tushmasdan. Men qolib ketdim bu yerda. Qotib qoldi. Hozir to'xtanglar bolalar, unday qilib olib borib bo'lmaydi ekan, hozir ko'rasizlar.
Mana bunday tuxumini olib o'zimiz tashlab ko'ramiz. Qo'riq qo'zi 2 askarimni halok qildim. Olg'a mana bizda ham ritsarlar bor. Hujumga bo'llar. Qurolli askarlar ekan bu. Qirib tashashdi. Ko'rgan bo'lsanglar qirib tashayapti, qaranglar. Vau, gap yo'q. Chiqishga qo'yib qo'yaylik. Nimadir g'irillayapti bolalar. Shu bazani egallab olsam bormi? Mashitga qaytib kiradi o'z masalan. Bu tomondan. Spam bo'ladigan miner bor ekan mana yerda. Tushamiz bolalar o'zi. Zo'r, bizning askarlar ham kuchli hozir. Spam qildim, to'g'ri. O'sha mana yana tushyapti. Suzib boringlar, alg'a. Ritsarlar lekin menga yoqdi, dushmanlarimizni. Xo'p, bo'lay, endi vaqt cho'zilib ketdi ozgina. Xayr, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda maktabda 2-qismini nima qilishimizni va nimalar qurishimizni yozib qoldiringlar bolalar. Video sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, like, obuna bosib ketishni unutmang. Bo'ldi, tugadi.